Gender tenglik, taraqqiyot kafolati. Jamiyatning barqaror rivojlanishi avvalo undagi har bir insonning teng huquq va imkoniyatlarga ega bo'lishiga bog'liq. Gender tenglik bu faqat ayol va erkaklarning huquqlarini solishtirish emas, balki har ikkisi uchun ham adolatli, xavfsiz va qulay ijtimoiy muhit yaratish demakdir. Bugungi kunda taraqqiy etgan davlatlarning barchasi bir jihatda o'xshash. Ular inson kapitaliga, ayniqsa ayollar bilimiga, salohiyati va tashabbusiga katta e'tibor qaratadi. Chunki ayolning jamiyatdagi faol ishtiroki iqtisodiy o'sish, ma'naviy barqarorlik va kelajak avlod tarbiyasining mustahkamligidir. Gender tenglikni ta'minlash bu ta'lim va ish o'rinlarida teng imkoniyat yaratish, ayollarning ilm-fan, tadbirkorlik, siyosat va ijtimoiy hayotda faol ishtirokini qo'llab-quvvatlash, zo'ravonlik, diskriminatsiya va stereotiplarga qarshi kurashish, oilada o'zaro hurmat, mas'uliyat va adolatni mustahkamlashdir. Ayol va erkak bir-birining raqibi emas. Ular jamiyat taraqqiyotining teng qanotlaridir. Ulardan biri zaif bo'lsa, parvoz to'liq bo'lmaydi. Shu bois gender tenglikni mustahkamlash kelajak rivojlanishiga qo'yilgan eng muhim poydevor sanaladi. Taraqqiyotning kaliti inson, insonning esa jinsi yo'q, salohiyati bor. Har bir qiz va o'g'ilning orzu qilgan sohasida erkin ravishda o'sishi, imkoniyatlardan teng foydalanishi yurtimiz kelajagini yanada porloq qiladi. Gender tenglik, adolat, barqarorlik va taraqqiyot sari eng to'g'ri yo'l.